Uzbekskiy panty. Xullas biz har shanba bolalar bilan xuddi shu joyda yig'ilamiz. Xullas, nimani qo'ylaring? Biznes qilish kerak. Gapirma, boru soqqani bosmos bo'lmayapti hozir. Hamma qilma joylari bor bilasan? Hop. Arendaga beraman deb. Men seberding aytasiz. Ha, shunda men pastda. Hop. O'zimiz haqimizda gapirib berardim-u, no video davomida itak hammasini tushunib olasizlar. Vo, qizlar, ana bolani qaranglar. Точно majorik bo'lsa kerak. Menga 10 tarafdagisi yoqdi. Jiddiylikdan biznesmenga o'xshadi. 21 ming. Bo'l, tashlab ketaman, brat. Menga qara, o'z qarzing ko'payib ketsa. Yoz qo'ying ertaga beraveraman, brat. Bu kaminani o'zlari. Yo'q, men biznesmen emasman. Даже hech qayerda ishlamayman. No, niyatli katta, конечно. Endi aytishadi-yu, yigit kishini omadi bilan o'ynash bo'lmaydi deb. Menga o'rtadagisi yoqdi-da. Mashinasi bor bolalar yoqadi. Tim более gentle, semshik bo'lsa kerak. Da, aka, assalomu alaykum. Voy, qaralaring, hozir ham telefonda katta temalarni hal qilyaptilar. O, men qaray, rentkar vaqt tugagan. Qachon olib kelasan? Oke, men gapimni eshiting. Men bittasiga pulim olib ketish keluvdim. Shunda olib men sizga tashlab ketaman mashinangizni. Olib kelish niyat bormi o'zi yo'qmi? Ha, oke, menga ishonmaysizmi? Hop, qachon? 1 soatda olib borib beraman, oke, bo'ldi. Hop. Sizlarni bilmadim, menga chap tarafdagisi yoqdi. Ko'rinishdan takoy nevashka. Menimcha aytishlik bo'lsa kerak. Hozir aytishlik yo'q, mudofat. O, davay rashk qilsangchi, beyga davay, bomba qo'yib qo'yapti. O, chumomisan yursangchi. Xullas bu sibir. Bu yoqda shunaqa malaziyoz yig'iladi. Sizni tayinli ishingiz bo'lmasa ham, bemalol bu yoqqa kelib, million aylantiraman deb seryozni roja bilan gaplashib turib bersangiz bo'ldi. Lekin bitta asosiy detal esingizdan chiqmasin. Qo'lingizda обязательно bitta stakan kofe bo'lishi shart. Videoni kimga jo'natishni bilasizlar.